Ba'zan bir uyga balo eshikni taqillatib emas, jim kiradi. Avval sovuq bir sukut keladi, keyin yurakni tilib yuboradigan yo'qotish. Undan keyin esa hamma bir-birini ko'rib turib ham aslida hech kimni tushunmay qoladi. Mana shu qism aynan shunday og'riq bilan ochildi. Farzand yo'qotish fojiasi bitta bolaning ketishi bilan tugamadi. Aksincha, har bir odamning ichidagi yashirin yuzni ochib tashladi. Kim mehr bilan yashayotgan, kim ayb qidirib yashayotgan, kim esa boshqalarning qulashidan foyda ko'rishni kutayotgan bo'lsa, hammasi shu birgina zarba ichida ko'rinib qoldi. Nozimaning yiqilishi bu yerda oddiy baxtsiz hodisa emas edi. Bu uning ruhiy holdan toyganining, o'zini himoyasiz his qilganining, ich-ichidan yig'ilib kelgan qo'rquvining portlashi edi. U yolg'iz qolgan paytda qo'rqqani bejiz emas. Tashqardan qaraganda bu gap mayda tuyuladi, lekin serial juda nozik detal tashladi. Ayolning tanasi ko'pincha qalb ko'tara olmagan yukni o'zi ko'taradi. Nozima aslida uzoq vaqtdan beri bu oilada o'zini xavfsiz his qilmayapti. U erning uyiga kelin bo'lib kirgan, lekin hali ham o'zini uy egasidek emas, mehmondek sezadi. Shu sababli u yiqilganida faqat bola ketmadi. Uning ichidagi endi hammasi yaxshi bo'ladi degan sodda ishonchi ham qulab tushdi. Farhodning holati ham juda murakkab. U yomon er emas, lekin kuchli er ham bo'la olmayapti. Uning fojiasi shunda. U sevadi, achinadi, qayg'uradi. Ammo eng kerakli pallada qaror chiqaradigan odam bo'lib chiqmaydi. U xotiniga ham yetarli tayanch bo'la olmadi. Onasiga ham chegarani ko'rsata olmadi. Shu qismda Farhodning aybi faqat kech qolganida emas, uning butun xarakteridagi ikkilanmada edi. U har safar vaziyatni yumshatmoqchi bo'ladi, lekin yumshataman deb yanada cho'zib yuboradi. Nozimaning unga qarab ichidan muzlab qolishi ham shundan. Ba'zi xiyonatlar boshqa ayol bilan bo'lmaydi. Ba'zilari o'z vaqtida yoningda turmaslik bilan bo'ladi. Nozima aynan shuni his qildi. Qaynona obrazi esa bu qismda eng achchiq, eng ikki qirrali qatlamini ochdi. Avvaliga u odatdagidek aybni kelindan qidirdi. Go'yo yo'qotilgan farzand fojiasi ham tarbiya, ovqat, xizmat, ro'zg'or kabi mavzular bilan o'lchanadiganidek gapirdi. Bu juda og'ir sahna edi. Chunki Nozima qon yo'qotib, dard ichida yotgan bir paytda ham undan kelinlik imtihoni so'raldi. Qaynona lablarini qisib, ko'zlarini yumib, "Ne balo keltirding bu uyga?" degan ma'noda gapirganida Nozimaning yuragidan nimalar o'tganini tasavvur qilish qiyin. U o'zini butunlay chetlangandek, aybdordek, hech kimga keraksizdek his qildi. Lekin keyin serial juda muhim burilish berdi. Qaynona o'zining ham ilgari farzand yo'qotganini aytdi. Mana shu yer juda katta psixologik nuqta. Chunki u bir zumga bo'lsa ham tomoshabinga savol tashlaydi. Bu ayol shafqatsizmi yoki og'riqni noto'g'ri yashagan odammi? U rahm qilishni bilmaydi, chunki o'z vaqtida unga ham rahm qilinmagan bo'lishi mumkin. Qaynona o'z farzandining o'limini eslaganida uning ovozi biroz titradi, lekin u darhol o'zini tutdi. Ayol yig'lash o'rniga yanada qotib qoldi. Demak, u yovuzlikdan emas, qotib qolgan darddan gapiryapti. Ammo bu uni oqlamaydi. Aksincha, aynan shu detal uning nega bu qadar sovuq ekanini tushuntiradi. O'zi kuygan ayol boshqani isitish kerak edi. Lekin u o'z kuygan joyidan boshqalarni ham kuydiradigan darajaga yetgan. Nozimaning onasi ham bu qismda qizi uchun to'liq qalqon bo'la olmadi. U bir tarafdan kuyadi, bir tarafdan esa qizni yana o'sha eski qoliplarga qaytarishga urinadi. Uning ichida ona yuragi bilan jamiyatdan qo'rqadigan ayol to'qnashib turibdi. Qo'llari qaltirab, ko'zlariga yosh olib, qizning og'rig'ini ko'rib turib ham, oxir-oqibat u chidash, o'rganish, kelin bo'lish degan tushunchalarni oldinga chiqardi. Bu juda og'riqli, lekin real holat. Ona istaydiki, qizi shu uyda qolsin, to'plari sochilmasin, odamlar gapirmasin. Ammo u qizning ichidagi yarani ko'rmayapti. Nozima shu qismda nafaqat qaynonasidan, balki o'z onasidan ham to'liq taskin topa olmadi. Shuning uchun uning ko'zidagi yolg'izlik yanada chuqurlashdi. Hamma uning atrofida yuribdi, ammo uning dardi bilan hech kim birga yotgani yo'q. Eng achinarli detallardan biri shuki, bola ketgan paytda ham katta odamlar bahsining markazida aslida Nozima emas, balki obro', odat, kim haq, kim nohaq degan masalalar turdi. Qiz taraf ham, kuyov taraf ham o'zini himoya qilish bilan ovora bo'ldi. Farhodning onasi gapirganda uning ohangida
Sizning qizingiz yaramas edi degan ma'no yashirin edi. Nozimaning onasi esa bunga javoban qizim mehribon edi, siz tushunmadingiz degan so'zlarni aytdi. Shu nuqta keyingi qismlar uchun juda xavfli ishora. Chunki farzand yo'qotishdan keyin er-xotin bir-biriga yaqinlashishi kerak edi. Ammo bu yerda aksincha ularga atrofdagilar kirib oldi. Oraga ota-onalar, qadriyatlar, gina kuduratlar, eski qarashlar tushdi. Bu esa Nozima bilan Farhodning orasidagi jarohatni tuzatmaydi. Aksincha, uni surunkali dardga aylantiradi. Qo'lini kelinining yelkasiga qo'yib, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Pul berish yoki hol so'rash emas, aynan uning ohangidagi yumshoqlik muhim edi. U o'g'lini ayblamadi, kelinni ham sindirmadi. Lekin serial bu obrazni ham shunchaki yaxshi odam qilib qo'ymadi. U vaziyatni yumshatadi, ammo oiladagi asosiy muammoni hal qilmaydi. U faqat tinchlantiradi, lekin hech kimni o'z xatosini ko'rishga majbur qilmaydi. Demak, u uyda tinchlikni saqlaydigan odam, lekin adolatni tiklaydigan odam emas. Bu katta farq. Kelajakda aynan shu jim yaxshilik yetmay qolishi mumkin. Chunki bir nuqtada hamma jimlikdan charchaydi. Endi parallel chiziqqa o'tsak, ofis va biznes atrofidagi voqealar bu qismning soyadagi portlashi bo'ldi. Dildora bilan bog'liq vaziyat tashqaridan qaraganda ish masalasidek ko'rinadi, lekin aslida bu ham o'tmish, sir va obro' urushi. Nazokat Dildoraning borlig'idan asabiylashayotgani oddiy rashk emas. Uning ko'zlarida Dildoraga qarab turganida qo'rquv chaqnaydi. U Dildoraning qo'lidan ish kelish-kelmasligi bilan ham qiziqmayapti. Uni bezovta qilayotgan narsa boshqacha. Dildora yaqin yuraversa, ko'milgan haqiqatlar tirilib qolishi mumkin. Kim kimni taniydi, kim nimani biladi, kimning tilidan qaysi sir chiqib ketishi mumkin. Mana shu qo'rquv Nazokatni shafqatsizlashtirib boryapti. U Dildorani ishchi sifatida emas, xavf sifatida ko'ryapti. Shu sababli u har doim undan qutulishning yo'lini qidirib yuradi. Dildoraning o'zi esa bu qismda juda qiziq ruhiy holatda. U eziladi, lekin sinmaydi. Unga buyruq berishadi, past ko'rishadi. Bir taraf o'tir deydi, boshqa taraf nega kech kelding deydi. Lekin u hamon qaddini bukmay turibdi. Uning ofisga kirib ham bo'ysunmasligi bu oddiy qaysarlik emas, bu oriyat. Kuni bo'yi kimlardir unga baland ovozda gapirganda Dildora faqat jim qarab qo'yadi. U hech qachon yig'lamaydi, hech qachon yalinmaydi. Ana shu jimlik Nazokatni yanada asabiylashtiradi. Chunki qo'rqmaydigan odamni boshqarishning iloji yo'q. Aynan mana shu oriyat kelajakda ikki xil yo'lga olib borishi mumkin. Yo u Dildorani butunlay sindiradi, yo uni hammadan kuchli qilib qayta tug'diradi. Serial bu nuqtada uni qurbon qilib qo'yayotgandek ko'rsatmoqda, lekin ichida katta qarshi zarba tayyorlayotgandek seziladi. G'aybullo va Afzal chizig'i esa qismning eng xavfli, eng portlovchi qatlamini boshlab berdi. G'aybullaning yuragida endi loyiha, ish, manfaat emas, qasd uyg'ongan. U oilasidan ayrilganini ichida ko'tarib yuribdi va endi u yo'qotgan narsaning hisobini olmoqchi. Uning ko'zlarida endi o'sha iliqlik yo'q, faqat qorong'u bir